ulashdi bu asoman. Endi sizlarga asosiy kategoriyada yoqib qo'ydim. Endi meni gapim ham eshitiladi. Xo'p, endi ekranni ulashamiz. Qo'shaman. Qo'shdim. Ulashaman. Qaysi ekranga? Okno. VPS Office deb chiqmayapti-da. Ba'zida mana ulashdim. Ekran ko'rinib turibdi deb o'ylayman. Keling, birinchi keltirilmoqlik va ikkinchi keltirilmoqlik nima ekanligi haqida gaplashamiz. Uni chatimizga nima ekanligi haqida qisqacha ma'lumot yozib qo'yaman. Birinchi keltirilmoqlik qisqagina yozib o'tamiz. Men chatga tashab qo'yaman nima ekanligini. O'sha joyga o'tib ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu chatimiz yakunigacha keladi. Birinchi keltirilmoqlik grafdagi har bir tugun yoki vertex deb nomlanadi. Siz graf mavzusini o'tdingiz. Bevosita shu mavzuga bog'liq bu ham. Grafdagi har bitta shu vertex faqat bitta yo'nalishga ega bo'lsa, bu birinchi keltirilmoqlik deb aytiladi. Qaytaraman. Grafdagi har bir tugun, ya'ni vertex faqat bitta yo'nalishga ega bo'lsa. Bitta yo'nalishga ega bo'lgan, demak grafni birinchi keltirilmoqlik deyiladi. Endi o'z-o'zidan ma'lumki, ikkinchi keltirilmoqlik nima? Har bir tugunda mta yo'nalishga ega bo'lsa, bu esa ikkinchi keltirilmoqlik deb ataladi. Xo'p, bu yerda qiziqarli bo'lish uchun mana bu mavzuni men olib kelyapman. Chunki sizlar grafni qanaqa programmada tuzyapsizlar, algoritm belgilash strukturasida ham graf mavzusiga o'tgansizlar. Adashmasam BFS, DFS algoritmidan keyingi mavzuni o'tdilaringiz. Qaysi mavzu? Qaysi mavzuni o'tdilaringiz? Graflar haqida demak ma'lumotga ega bo'lgansiz shu paytgacha. Va qanaqa programmada tuzayotganingizni bilmadim. Keling, endi bugun sizlarga o'sha birinchi keltirilmoqlik nima, o'zi graf haqida qanaqa tuzilma u, o'sha tuzilmani ikkinchi keltirilmoqlikda qanaqa amalga oshirishini ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizga linked list tushunchasi kerak bo'ladi. Keling, linked list o'zi nima? Siz ko'rgansiz linked listga, shuning uchun uni to'liqroq ma'lumotni qisqacha takrorlab o'tmoqchiman, ko'p emas. Chunki bizda bugungi mavzumizga aloqador bo'lganligi uchun qaytyapman bu mavzuga. Bu ketma-ketligi xotirada joylashuv joyiga bog'liq bo'lmagan chiziqli ma'lumotlar to'plami hisoblanadi. Xotirada joylashgan o'rni muhim emas. Faqatgina qayerda joylashganligi muhim. Ro'yxatning har bir elementi keyingi elementiga nima qiladi? Ishora qiladi. Bu xuddiki bir-birini tortib ketayotgan presepli traktor bilan tilichkaga o'xshaydi. Ular aniq bir ketma-ketlikda ulangan bo'ladi. Xo'p, bu ma'lumotlar tuzilmasini biz LL deb, ya'ni linked list deb ataymiz. Bog'langan ro'yxat deb nomlangan ikkinchi turi ham bor. U qayerda ishlatiladi va qanaqa afzallikka ega ekanligi haqida quyidagi jadvalga e'tibor qiling. Linked list bu bog'langan ro'yxat ham deyiladi. E'tibor qiladigan bo'lsak, massiv tuzilmamiz bor. Massiv tuzilmamizga e'tibor qilsangiz, u mana bu yerda qizil tugmacha bor, ko'rdingizmi? Bu qizil band bo'lgan joy. Siz deylik 5 ta elementni massiv holatda saqlamoqchi bo'lgansiz. Lekin 6-elementimiz band. Siz agar bu massivga birorta element qo'shaman desangiz nima deydi? Xatolik beradi. Sababi har bir ma'lumot keyingi ma'lumot bilan aniq bir adresga farq qiladi. Aniq bitta adresga farq qiladi. Tasavvur qiling, sizlarni aktivniy zalda guruh bo'lib o'tkazilganda siz boshqa guruh tarkibiga qo'shilib ketmaysiz, to'g'rimi? Har biringiz guruh tartib raqamingiz bo'yichami yoki bo'lmasam aniq bir ism, familiya yoki qanaqadir budjet, kontrakt, tug'ilgan kun, xuddi shunday aniq bir tartibga ko'ra farqlanasizlar. Bu aynan array tuzilmasi edi. Uni kamchiligi, agar biz bitta element qo'shamiz desak, u joylashmaydi. Bu bitta muammo. Linked list tuzilmamiz esa quyidagicha tuzilgan. A miz bu yerda turibdi, B bu yoqda, C bu tomonda, D bu tomonda, E, F hammasi alohida joyda turibdi. Biz linked listga bergan ta'rifni qaytaraman. Linked list deb nimaga aytilardi? Bu keyingi ma'lumotga ishora qiladigan tuzilma edi. Ishora qiladi. Birinchi ma'lumot keyingi ma'lumotga bevosita ishora qiladi. Endi ularni o'zaro bir-birida farqlari va o'xshash jihatlarini
solishtirib o'tamiz qisman. E'tibor qiling, massiv tuzilmamizda elementni o'qish O1 ga teng. O1 deganda qanday tuzilmaydi bu? O1 bittada chaqirib beradi. Tasavvur qiling, siz restoranga borib, massivga kim qiymati bo'yicha murojaat qilib qo'yganlar bormi? Massivni qiymatiga ko'ra murojaat qilish qanaqa bo'lishini bilasizmi? Indeksiga ko'ra murojaat etiladi. Har doim massivning indeksiga ko'ra murojaat etiladi. Lekin qiymati bo'yicha ham murojaat qilish mumkinligini bilarmidingiz? Bu xato usul. Ko'pchilik o'sha xatoni agar qilgan bo'lsa, massivdan kamida 4 ta yo 5 ta masala ishlagan odam shunday qilgan bo'ladi. Endi o'ylab o'zingizda miyangizda savol paydo bo'la boshladi. Men massiv mavzusiga ko'ra nechta misol ishladim degan. Ikkinchi yo'li massivda nechta misol ishlab ko'rgansiz? 5 tadan ko'p-a? Demak, o'sha paytda indeksga ko'ra murojaat qilish sizda aniq tushuncha bor. Bu xuddiki restoranda bitta joy aytgansiz, sheriklaringiz, siz kechikib bordingiz. Sheringizni ismi misol uchun Abdurahim bo'lsa, restoranda o'sha yerda xizmat qilayotgan ofisiantdan Abdurahim akam qayerda deb so'rasangiz nima deydi? U restoranga birinchi marta borgansiz. Hamma birinchi marta boryapti. Siz tanimaysiz, u restoranda kim xizmat qilayotgan, shu palonchi aka qani desa, nima deydi? Nima deysiz? Yashang, qiymat bo'yicha. Siz aytsangiz, agar to'g'ri aytsangiz, u yoqdan uni bog'lanasa, qaysi stolda o'tiribsizlar? 2-etaj, 4-xona, 1-kabina. Shuni turib, lo'y o'sha yerda restoranda xizmat qilayotgan ofisiantdan, oshpazdan ham so'rang, 2-etaj, 4-xona, 1-kabina qayerda desa, shuni ko'rsatadi. To'g'rimi? Bu massivga nimasi bo'yicha murojaat? Indeksi bo'yicha murojaat. Qiymat bo'yicha murojaat qilish boyagidek Abdurahim akani so'ragandek gap. Trendga chiqadigan gap bo'ldi. Abdurahim aka qayerda? Endi xuddi shu tuzilmada bu qatorni ko'rib chiqyapmiz. Array qatorini qo'shish qanday amalga oshirilyapti? Qo'shishda ON, massivga element qo'shish qanaqa qilib ON bo'lishi mumkin? Buni bitta yomon tomoni bor-da. Xuddi endi misol uchun bitta ma'lumot qo'shadigan bo'lsak, endi 6 ta joy desa boshlaydi. Mayli, topda ham deylik. O'sha joyning o'zida 6 talik bo'lganda ham nega ON? O'sha joyning o'zida bo'lganda ham, ya'ni boya yozgan mana qizil joyimiz bor-ku, tasavvur qiling, shu ochiq bo'lganda ham ON bo'ladi. Nega? Qanaqa qilib tushuntiramiz? Aytamizki, mana bunday tushunamiz. Tasavvur qiling, sport zalda deylik. Boyagidek aytayapman, aktivniy zalda sizlar joylashib o'tiribsizlar bir qator. Bittalaringiz mazangiz bo'lmadi, birinchi qatorda chiqib ketib qoldi. Nima qilasizlar? Joy to'ldirasizlarmi? To'ldirish uchun nima qiladi? Har bitta odam bitta oldinga siljiydi, to'g'rimi? Bu aniq. Har bitta odam bittadan siljish bo'lsa, u yerda 10 ta odam bo'lsa, umumiy siljishlar soni nechta bo'ladi? 10 ta bo'ladimi? Agar tasavvur qiling, bitta odam qo'shilmoqchi deylik, boshidan. Boshida bitta bo'sh joy bor. Bu tomonda band bo'lgan joyga keladi, bitta suril deydi. Boshidaga qarab. Suriladi, keyin kelib qo'shiladi. O'rtasidan kelsang farqi yo'q. O'sha bo'sh joy tomonga qarab bitta-bittadan surilib o'rtasidan o'rnash bo'ladi. Tushunyapsizmi? Massivda xuddi shunday. O'sha joyni band qilmoqchi bo'lish uchun undan oldingi bo'sh joyni qidiradi. Qidiradida bitta undan oldingilari, yaqin turgandagilari bitta siljiydida o'sha yerdan joy ajratadi. Shuning uchun massivda element qo'shish shuning uchun ON marotaba amalga oshiriladi. Eshitganmidingiz shunaqa qilib? Yo'q, bunaqa misolni eshitmagansiz qilib. Ko'rgansizmi? Aynan mashq bajarishni. Endi qarang, o'chirishchi ON bo'ladi. Xuddi shu narsani chiqib ketib qolish varianti. Linked list tuzilmasida nega unaqa ON qolgani O1? Buni ko'rganmisiz? Buni o'qishda shu muammosi har bir darajalarni ko'rsatkichlarga ketib qoladi-ku. Tushuntiring. O'qishda nega ON deyapmiz? O'qish. Nega o'qishimiz ON? Yo'q. Navbatni borib bir-biriga ko'rsatib qo'yadi-ku. Shu tartib bo'yicha ketib ko'rsatib, misol uchun biz hozir E ni o'qimoqchi bo'lsam, birinchi A dan B ga B, C, D, E bo'yicha borib qolamiz birinchi. Mazkur shu bo'yicha bir-birini ko'rsatib borish bo'yicha uzoq bo'lib ketadi. Bu
massivda esa misol uchun 3-4 indekska ko'rsatsangiz bittada ko'rsatib chiqadi. Shu tarafdan bittada o'qishda. Keling, hamma tushunadigan tilda aytmoqchiman. Aynan bu tuzilmada, ya'ni linked listdagi ma'lumotlarni o'qish nega ON? Sababi siz ro'yxatning oxiridagi elementni ko'rmoqchisiz. Ro'yxatdagi oxiridagi elementni ko'rishingiz uchun ro'yxatdan oldingi bitta elementni ko'rishingiz kerak. Uni ko'rishingiz uchun esa yana bitta oldingisi. Ya'ni siz baribir birinchi elementni ko'rishingizga majbursiz. Chunki birinchi marta qaysi elementligini ko'rsangiz, u o'zidan keyingi elementga nima qilib turgan bo'ladi? Ishora qilgan bo'ladi. Undan keyingi elementni topasiz. Keyin uchinchi elementga xuddi shunday sakratadi. Har bitta elementni bittadan ko'rib chiqishingiz shart. Bu degani 100 ta element bo'lsa, siz 100-sini ko'rmoqchi bo'lsangiz, 100 ta elementni bittadan ko'rib chiqasiz. Hayotiy real misol ko'rsataman. Telegramda kimningdir profildagi rasmlarni ko'rish. Tasavvur qiling, oxirgi qo'yilgan rasmni ko'rmoqchi bo'lsangiz. To'g'ri, buni turi bor. Linked listga bog'langan ya'ni aylanaviy mana bunaqa turlari bor. Circular linked list, ya'ni aylana ko'rinishda. Siz ro'yxatni misol uchun birinchi rasmga kirib, chap tomondan bitta bossangiz, oxirgi rasmga o'tib qoladi. Bu aylana qilingan. Ya'ni boshi bilan eng oxirgisi tutashtirilgan. Bunday linked list ko'rinishda qilingan. E'tibor qiling, har bitta rasmda bitta o'tkazib ko'rasiz. Yoki birdaniga ko'ra olasizmi? Shunday yoyib, hamma rasm deb tanlay olmaysiz. Nega shunaqa ish qilishgan? Savol. Nega? Shuncha Pavel Durovning puli yetmasmidi? Hamma rasmni yoyib qo'yib bittalab ko'rishga, profilda rasmlar ko'rishga imkoniyat qiladi ekan. Savol. Pul yetadi. Lekin har bitta joy bu nima? Qo'shimcha resurs, qo'shimcha pul degani. Har bitta odamni rasmini ham. Xuddi shuning uchun ular nima ish qilishgan? Ma'lumotni birinchi marta qo'shadi. Chunki bizda linked listda ikkita yutadigan imkoniyatimiz bor. Birinchisi, ma'lumot qo'shish bittada amalga oshadi. Bittada ma'lumot qo'shadi. Ya'ni siz hali saytingizda yoki profilingizda to'liq rasm joylamasingizdan ham hech bo'lmasa bitta odam ko'rib turadi-da, bitta profilingizda. Ikkinchisini joylashtirasiz, bittada joylashadi, u ikkinchisini ko'radi. Ya'ni bu o'rtada qotib qolish prosessi yo'q-da. O'rtada nima bo'layapti? Ma'lumot almashishda hech qanaqa xatolikka yuz tutmaydi. Tasavvur qiling, endi o'chirish. Bitta profilingizda rasm bor edi, yoqmayotgan edi, o'chirdingiz, o'sha odamlarda o'sha vaqtda yo'q bo'lib qoladi. To o'chirib ulgurguncha hamma skrinshot qilib, nimadir qilib bo'lmaydi. Massivda bo'lsa shunday bo'ladi. Qotib qoladi. To uni o'chirishning o'zida har bitta milliardlab odamni o'zi bittalab o'chirguncha o'yin qimirlab yotadi. Har bitta odam o'shanday qilib yotsa, u server qotib qoladi. O'shaning uchun bizda ikkita yutug'i bor. O'sha yutuq uchun qilingan. Keyingi o'tamiz. Ularning o'zaro bir-biridan farqlarining afzalliklar ro'yxati bo'yicha. Afzalliklari ko'rib turgandek massivda qanaqa afzalliklar bor? Yoki arrayda tez o'qish, qidirish har bir elementni kamroq xotira egallaydi. Keyin linked listda tez yozadi, tez o'chiradi, o'zgaruvchan hajmga ega, xotiradan samarali foydalanish. Keyin kamchiliklari, sekin o'qish, massivda kamchiligi, sekin o'qish, o'chirishga ega, o'zgarmas hajm o'zgartirish qimmat. Va aytganimizdek bitta joyda band qiladi, tamom. Qo'shimcha resurs, qo'shimcha pul degani. Xo'sh, xotiradan samarasiz foydalanadi. Ya'ni ikkita joy bo'sh edi, biz 15 talik joy bilan band qildik. Ikkita misol 15 ta joy aytganmiz, 7 tasiga odam o'tirdi, shuncha stol bo'sh qolib ketdi. Tasavvur qiling, to'y aytgansiz, to'yga 1000 ta joy aytgansiz, pulni to'lab, bitta odam borsa shu to'yxonangizga nima qilasiz? To'yni keyingisiga qoldirasiz, deya olmaysiz-da, yo'q. Chunki bir kunlik joyni band qilgansizmi? Kechirib qo'yasiz, to'lab qo'yasiz. Ya'ni xotiradan samarasiz foydalanish degan ma'noni aytyapman xolos. Keyin buni kamchiligi, linked list kamchiligi, sekin qidiradi. Haqiqatan ma'lumot qidirishga ishlatilmaydi linked list tuzilmasi. Chunki profilda kimningdir yozuv ismini yozganmisiz hech zamonda rasmda turib.
rasmda turib yozmagandirsiz. Kimningdir profil rasmiga kirdingiz, u yerda qidirish degan tugmani o'zi yo'q. Agar bo'lganda bu ahmoqona ish bo'lardi. Sababi sekin qidirish bor joyda unaqa tuzilmadan foydalanmaydi. Keyin har bir tugun xotirada ko'proq joy egallaydi. Qiymat keyingi manzil. Chunki bitta ma'lumot saqlash uchun ikkita joy band qilamiz. Uni qiymati uchun va keyingi ma'lumotni adresini joylab qo'yamiz unga. Palonchi joyda degan ma'lumot. Ikkita, har bitta ma'lumot uchun ikkitadan joy ajratsak, 100 ta 2 karra ko'p joy degan. Buni kamchiligi. Endi savol mana shu yerga kelganda. Ikkalasi ham kamchilik yutuq bo'lsa, biz qaysi biridan foydalanamiz? Savol mana oralaringizga savol bitta. Ikkalasining ham yutug'i ham bor, kamchiligi ham bor. Boyagi foydalanadigan narsaga qarab. Vaziyatga. Ko'proq tezroq ishlash uchun shunisiga. Tezroq ishlatmoqchi bo'layotgan bo'lsak, agar bizning dasturimizda linked listdan foydalanamiz. Xotiradan agar muammo bo'layotgan bo'lsa, kechirib qo'yasiz, massivni tavsiya etamiz deysiz. Biznikilar nima deb so'raydi? So'raydigan odam xotiradan joyi kam egallasin, tez ishlasin deydi. Siz taklif etasiz, og'ayin, buni bir vaqtning o'zida ikkita qayiqda bo'la olmaysiz. To'g'ri, yarimingiz bo'lishi mumkin. Tirik bo'lmaysiz-da. To'g'rimi? O'shanday narsani ayta olish kerak deb o'ylayman-da. Keyingisi mana bu turlarini ko'rib o'tyapmiz. Single linked list bu bir tomonlama, boya ko'rganimizdek. Keyin aylana ko'rinishda qilinadi. Hozir hammalari aylana. Ro'yxatni boshdan aylanib yana boshiga kelib qolaverasiz. Aylanib ko'raverasiz. Bu juda zo'r usul. Keyin double linked list degan tuzilma bor. Bu aynan graflarda ishlatiladi. Ya'ni bitta ma'lumot uchun daraxtlarda ishlatiladi. Ikkita tuzilma ishlatiladi. Ikkita joy, ya'ni 3 ta joy umumiy olganda o'ng tomon uchun, chap tomon uchun degan ikkita joy qo'yiladi. Ya'ni birinchi kirgan ma'lumot o'zidan oldingi elementni ham saqlab turadi, endi ikkisini keyingini ham. Bu oq terakmi, ko'k terak o'yiniga o'xshaydi. Siz ushlab turgan qo'l bu tomoningizda yaqin do'konangiz bo'ladi, bu tomoningizda yaqin do'konangiz. Ikkalasining ham ismini bilasiz. Nariyoqdan kimdir kelib qo'shilsa yo'q. Ha? Siz o'zingizdan oldingini ham taniysiz, o'zingizdan keyingini ham taniysiz. Xemisda ham shundayki, siz tartibingiz sizdan oldin kim turadi desa, bitta oldinni bilishingiz mumkin o'zingizga, bitta keyinni bilasiz. Hisob ko'ring, shundaymi? Bitta oldin, bitta keyin. Bu veb-saytlarda ham qilinadi. Birinchi kartinka chiroyli bo'lib ko'rinib turadi, ikkitasi xira bo'lib ko'rinib turadi. Ko'rganmisiz shunaqasini? Yo'q, ko'rsa bo'ladi. Oldingidek tiniqmasdan, ya'ni effekt berib turadi. Bu kameralarda ishlatiladi. Ya'ni kamerada shunday rasm o'chirsa, sizni tiniq qilib qo'yadi, qolgan orqa tomonni oqib qo'yadi. Ya'ni nima qo'yadi? Filtr qo'yib qo'yadi. Ya'ni tiniqmasdan salgina xira. Odam ekanligi bilinadi, prosta kim ekanligi bilinmaydi. O'shanga keyin kamerani tutsa, bu xiralashadi. Ana kinolarda zo'r foydalanadi. Gapirayotgan odam tiniq bo'ladi, buni sal xira. Keyin gapirayotgan odam tiniq, shunaqa qilib aylantirishadi. Endi tasavvur qiling, o'shanaqa joyda fotoapparatga qanaqa mexanizm qo'llanilgan? Biz hozir sizlarga ko'rsatgan linked list qo'llanilgan. Ya'ni joriy turgan fokusni ko'rsatib turadi, qolgan ikkitasini ma'lumotini xira qilib ko'rsatib turadi. Biz keng foydalanamiz, lekin o'shandan foydalanayotgan ekanligimizni bilmagan ekansizlar. Mana buni, lekin bu ko'p xarajat degani. Bilasizmi, oldingi ma'lumotlarda ikkitadan joy band qilsak, bunga 3 ta. Sizda miyangizda 3 ta ma'lumot bor-da. 4 ta, 5 tasini saqlab tursangiz endi bilmadim. Xo'p, bu abstrakt ma'lumotlar turlari. Keyin hash table tushunchasiga yetib keldik. Nasib bo'lsa, tartibli ro'yxat bor, keyin tartibsiz ro'yxat bor. Tartibli ro'yxatda ma'lumotni qidirish uchun qanaqa usullar bor? Qidirishning qanaqa usullarini bilasiz? Tartiblangan bo'lsa, linear ham ishlaydi, to'g'ri? U tartiblangan, betartib ro'yxatda linear ishlayveradi, chiziqli qidirish ishlaydi. Har biridan so'rab ko'rasiz. Sening isming shumi? Sening isming shumi? Sening isming shumi deb. Tasavvur qiling. Ya'ni har birini ko'rib chiqishga majbur. Endi tartibli ro'yxat bo'lsa-chi, pastda yozib qo'yibmiz. Tartiblangan ro'yxatda qidirish uchun eng zo'r usul bu binary search, ya'ni binar qidiruv algoritmi eng tez ishlaydi. Endi savol. Biz shunaqa ma'lumot bor. Ikkalasini ham tez ishlash kerak. Tez qidirishimiz kerak. Tartibsiz ro'yxatdan ma'lumotni tez qidirishimiz kerak. Buni qanday amalga oshiramiz? Eng zo'r usul ularni eslab qolamiz.
Tushunyapsizmi? Hozir bitta savol bor, shunday qilib So'rang. binary search yoki bu hozir qaysi bir uchun ishlab Tartibli ro'yxat uchun. To'g'ri aytyapsiz. Tartibsiz ro'yxatda binary search ishlamaydi. Tartiblanmagan ro'yxatda faqat chiziqli qidiruv ishlayapti. Hozir bu joyda aslida boshqacha qidiruv usullari ham bor. Daraxt tuzilmasi bor. Balki ko'rgandirsiz. Daraxt ko'rinishida ma'lumotlarni saqlash, saralash, qidirish degan. Xo'p, mayli, uni ko'rgansizlar. Endi tartiblangan ro'yxatda qidiriladi. Binary search tartiblanganda ishlaydi. Nima uchun? Demak, shu mavzuda problemalarimiz bor ekan. Bu mavzu o'tilganda, chunki binary searchda o'sha punkti bor edi. Ya'ni tartiblangan ro'yxatda ishlaydi degan. Endi bizga shunaqa tez kerak, ikkalasini ham tez ishlash kerak. Buning uchun men yuqorida aytgandek, endi tartibsiz bo'lsa-chi, ro'yxatimiz eslab qolamiz. To'g'ri aytyapman. Yo'q, rostdan faqat eslab qolamiz. Tasavvur qiling, siz ingliz tilidan ma'lumot yodlagansiz-ku, qanaqa yodlaysiz? Inglizchasini bir aytasiz, o'zbekchasini yodlab olasiz. O'zbekchasini aytasiz, inglizchasini aytasiz. Xullas, kim bilandir tez qilsa, inglizchasiga palonchi, bunisi yopib, bunday qilib, ikki tomonlama yopib o'rganasiz. Bu shu SSSR davridan beri foydalanilayotgan usul. Bilasizmi? Davronbek Turdiyev aytgan usuldan foydalanish kerak. Agar Super Miya degan kursida videolaringiz bo'lsa, bormi? Kimda bor? Super Miya kursini videolari menda bor. Noodatiy usul bilan eslab qolish usuli. Siz olma desa, yashang. Tartib raqami bo'yicha yoki noodatiy so'zi bilan, misol Apple so'zini birinchi darsida shunday. Birinchi darsda shunday. Shunday. Masalan, qo'lqopmi bor masalan 5 ta barmoq 10 ta. O'shanda uchinchisi sitafor 3 ta harfnoyi. Sitafor 4 tali ham bo'lishi mumkin, yon chiroq degan. Endi standart holatdagi ma'lumotlarni aytadi. Misol uchun qulfda aytadi 8 deb, 6 deyish mumkin. Qum soat 8, qulf 6, yana nimadir. Xullas eslab qolishni qanaqadir shakliga ko'ra mos narsa bilan eslab qolish kerak yoki keyingi usulda aytilgan. Nima degan? Misol uchun birorta so'z Apple dedigan. Apple desa unga mos boshqa narsa. iPhone olma yeb o'tiribdi deb eslab qoladi. Endi to'g'ri, noodatiy, neobычный holatda. Endi u miya shuni xohlaydi. iPhone olma yeb o'tiribdi desa, doim endi o'shani kelganda olma ekan-ku deysiz-da. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin. Har xil shunaqa bo'lmag'ir narsalar bilan bog'lasak miyamizda tutib tura olamizmi? Ha. Miyamiz o'shani tutib turadi. Bizni darslarda shunday bo'lmaydigan noodatiy narsa bilan bog'lash kerak deb aytganda o'zi. Hayotda har doim Eng qizig'i Davronbek Turdiyev bitta. Savol. Yana Davronbek Turdiyevlar bormi? Nega bo'lmayapsizlar? Yo'q, ism familiyangiz Davron Turdiyev emas. Ya'ni o'zingiz shunaqa bo'ladigan odam bo'ling demoqchiman. Ya'ni biz hozir hashtable bu zo'r usul bo'lgan. Eslab qolish usuli faqat qanaqa qilib eslab qoladi. Men Super Miya kursini agar xohlasangiz tashlab beraman. Menda bor. Hamma videolar. Kimda bor yana? Hech kimda yo'q. Menda hammasi bor. Telegramda yopiq kanaldan yuklab olish degan usul bilan yuklab olgandim. Yopiq kanaldan yuklab olsa bo'ladimi? Men YouTube kanalimda chiqarganman. 2 minutlik video. Yo'q. Просто tashlagan bo'ladi. Telefonda emas, kompyuterda yuklab olish haqida. Ko'rmadingizmi? Ular Meni kanalimga a'zo emassizlar, a? Bo'lmangizlar. Shunaqa bir yaxshi narsalarni eshitmangizlar. Kanalim bu reklama qilish borasida emas, shunaqangi foydali bo'ladigan narsalarni tezroq olishlaringiz uchun tavsiya etyapman. Taklif bu. Nima deydi? Sizlarga shart so'z emas, taklif. Ya'ni shunaqa yaxshiroq ma'lumot bo'lsa, tezroq olishlaringiz uchun. Xo'sh, hashtable haqida juda zo'r g'oya bu. Javob bitta eslab qolgan. Endi qidirish uchun qancha vaqt? Tasavvur qiling, siz ro'yxatni yodlab olgansiz. Endi qidirish uchun qancha vaqt ketadi? Bitta vaqt ketadi. Bittada topasiz. Endi xo'p,
Bu qanaqa qilib yodlab qolamiz? Endi kompyuter qanday yodlab qolar ekan? Biz mayli Davronbek akani usulini qo'lladik. Lekin kompyuter qanday eslab qoladi? Bu uchun hash funksiya tuzish kerak. Ya'ni eslab qolish, bizda eslab qolish usulimiz edi-ku, nimagadir bog'lash. Aslida o'sha ham hash funksiya orqali amalga oshiriladi. Hash funksiya haqida quyidagicha manbaga yuz tutamiz. Hash funksiya matnni takrorlanmas noyob songa o'tkazib beradi. Pythonda hashlib deb nomlangan funksiya kutubxona bor. C# da ham xuddi shunaqa hashlibrin degan bir alohida kutubxonasi bor. Yana bir nechta saytlarda bor. Agar qiziqib ko'rsangiz hashlib bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, keyin hash funksiya matn takrorlanmas noyob songa o'tkazib beradi. Tasavvur qiling, olma desangiz, boyagidek sizni xayolingizda o'zingizga mos bo'lgan bitta holatni eslab qoldingiz, to'g'rimi? Qachonki olma desangiz shu xayolingizga keladi. Boshqa holatda u ishlamaydi. Olma yeb yurgan bola desa, xayolingizga apple ekanligi kelmaydi. To'g'rimi? Olma nima inglizchasi desa, bunday miyangiz o'ylaysiz, iPhone olmani yeb o'tirib bizga bir qaraydi, bo'ldi, miyangizga qaytib keladi. Tushunali? Endi hash funksiyalarining turi ko'p, juda ko'p turlari bor. Buni ikkita turga bo'lamiz. U turlarni ham umumiy asosiy turlarga yaxshi hash funksiya, yomon hash funksiya. Yaxshi hash funksiyani bitta holati bor, bu har qanday holatda bir xil nom bilan saqlaydi. Misol, olma degan so'z ish harakatini ham bildiradi, bilasizmi? Olma. Lekin olma degan so'z ham bor. Eng qizig'i, olma so'ziga hash funksiya bir xil javob beradi dedik, ha? Endi savol, ikkita bir xil element paydo bo'lib qoldi. Nima bo'ladi? Adashib qoladi. Nima bo'ladi? Savol, nima bo'ladi? Ikkalasi ham olma, to'g'rimi? So'zi ketma-ket bir xil turibdi. Manimcha ro'yxatga qarab atrofidagi gaplarni bilmaysiz. Chunki yo'lda shaqatida mevalar, demak, ot olmani. Unda zo'r usul bor, ya'ni qarang, zo'r aytasiz. Agar anor so'ziga yana bitta anor degan boshqa so'z bo'lsin deylik, ha? U nima qiladi? Anor so'zi uchun 0 qiymatni beradi-da, 0-o'ringa qo'yadi, to'g'ri. Yana bittasi anor deb yozgan bo'lsa, uni yana 0 qiladi-da, mana bu yerga emas, bundan keyingiga mana deb bitta quloqcha chiqarib chizib qo'yiladi. Tushunyapsizmi? Buni endi qiymatga qarab topadi demoqchisiz? Qiymat bo'yicha ketma-ket qo'yadi. Birinchi marta anor so'zi keldimi, birinchiga qo'yadi mana bu yerda. Birinchida turib, ya'ni 0-indeksda turibdi. Keyingi safar yana anor kelsa, shu 0 ning yoniga, ya'ni mana bu 20 ming qo'yilgan-ku, 20 mingning yoniga qo'yib qo'yadi. Agar yana bitta anor so'zi kelsa, 3-chiga qo'yadi. Birinchisi emas, keyingisi emas, 3-chi. Faqat yomon hash funksiya qachon bo'ladi? Qachonki bitta so'z shunaqa minglab chiziqchalar bo'lib ketib qolsa, bu yomon. Endi tasavvur qiling, men anor degan 100-element topyapmiz deylik. Anor degan 100-ma'noni so'rasam, bu birinchisimi deb so'raydi, mana yerda ketma-ketlikda, ikkinchisimi, uchinchisimi deb, bu yana nimaga kelib qolyapti? Chiziqli qidiruvga kelib qolyapti. Ana, ya'ni chiziqli qidiruv bo'lib qoldimi, demak u yomon hash funksiyani tanlab qo'ygan bo'lasiz. Tavsiya, bir xil ketma-ketlikda bo'lish kerak. Ya'ni anor so'ziga mana yerda bitta qo'ydingizmi, keyingi so'zda ham bitta bo'lish kerak. Uzog'i, ya'ni tenglikni saqlash kerak. Ya'ni anor so'zida 20 minglik yonboshdagi quloqcha ikkita, uchta bo'lishi mumkin. Uzoq bo'lib ketmasligi kerak. Qat'iy qoida shunday. Shu orqali yaxshi hash funksiya qilish mumkin. Qarang nima bo'lyapti. Anor so'zi qanaqadir hash funksiya ishlayapti-da, uni 0 degan bitta songa keltirib beryapti. Nima qilyapti? Massivda 0-elementi bo'lyapti. Massivdan elementni tartib bo'yicha o'qish nimaga teng edi? Massivdan elementni chaqirish indeks bo'yicha bitta amalga oshami? Hash funksiya ham uni nechtada chaqiryapti? Bittada chaqiryapti. Faqat massivda o'sha anosidan olyapti. Xususiyatini olyapti. Uni eslab qolish konstruksiyasi esa hash funksiya. Endi savol, o'ylashlaringiz mumkin. Berilgan matnda hash funksiyaga o'girib, uni qanaqadir bitta indeksga joylash ko'p proses emasmi? Ko'p jarayon bo'lmayaptimi? Ha? Tasavvur qiling, anor degan so'zni oldingiz, uni boyagidek yagona bitta funksiya orqali 0 ga ajratib bitta narsaga keltirdik. Uni keyin massivda birinchi elementiga olib borib qo'ydik. Joylashtirish massivda ON mi? Yutqizibsiz, to'g'rimi? Savol. Unda hash funksiya qanaqasiga O1 da ishlayapti?
mana o'ziga savol beringchi. Qanaqa qilib obirda ishlatgan bo'ladi? Biz uni qayta ishlatgan bo'lsak, anar so'zini bir nimaga olib borib, yana 0-indeks bo'lsa 0 ga borib joylashtirayotgan bo'lsak massivga. Tushunarli, chaqirib olish bittada bo'lyapti. Lekin joylashtirguncha bo'lgan jarayonimiz ko'p qadam bo'lyapti-ku. Nega uni obir deyapmiz? O'sha savol tug'ilsa, men javob beraman quyidagicha. Javob shunaqa oddiyki, biz hozir sizlarga tushunarli bo'lishligi uchun bu jarayonni ikkiga bo'lyapmiz. Ya'ni berilgan so'zni qanaqadir parchalab, bitta raqamga aylantirib olish bitta jarayon deyapmiz. Keyin uni o'sha indeks bo'yicha bitta nimaga massivga joylashtirish bu ikkinchi jarayon deb. Ikkita jarayon aytyapmiz. Aslida bu jarayonning o'zi bitta. Kompyuter uchun bitta. Tushunyapsizmi? Sizga endi tushunarliroq bo'lish uchun, jarayon ochish uchun ikkiga bo'lyapmiz. Aslida bu endi ikkiga bo'linmaydi, u bitta jarayon. Shuni boyagidek unikal raqamga o'tib joylashib qoladi. Bittada chaqirib olish ham o'sha unikal raqam bilan deshifr bo'lib keladi deymiz, bittada. Bu bitta jarayon o'zi aslida. Endi sizga hozir o'sha bittada borib joylashib qoladi desam, qanaqa bo'lar ekan deb tushunarsiz bo'lmasligi uchun o'sha jarayonni parchaladim. Xuddi shu ikkita jarayon birdaniga hosil bo'ladi. Ya'ni bitta bo'lib hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Siz misol uchun olma yeb yurgan boya Apple'ni endi alohida bo'lib eslamaysiz-ku. Bo'lib eslamaydi-ku. Apple deganimdan birdan o'sha olma yeb yurgan xayol birdan kelyapti. Lekin o'rganayotganda nima qildik? Olmaga ma'lumot qidirdik, jarayonni bo'ldik ikkiga. Lekin u jarayon aslida bitta. Tushundingizmi? Nega bunday proses bo'lib ketyapti deb. Banan uchun va hokazo uchun. Endi hash jadvaldan qidirish qanday amalga oshadi? Anar so'zini shunday kiritadi. Hash funksiya uni birdaniga parchalab 0-indeksmi, qaysi indeks bo'yicha shuni chiqarib keladi-da, nima qiladi? Ekranga chiqarib qo'yadi. Bu o'zi aslida animatsiya edi-da, men hozir animatsiya bo'lmay qoldi. Misol uchun keyingi mahsulotni shuni yozsa, u hash funksiya birdan mana bu deb chiqadi-da, birdan ekranga chiqadi. O'sha nomni qo'ygan paytning o'zidayoq ekranda chiqaveradi. Ana bu o'shaganda berilgan avazasida mana primitiv qilardik. O'zi indeks beradi. Ha, xuddi shunday. O'sha unikal kalit nomi. Ya'ni siz uchun to'g'ri-da, har bitta odam uchun unikal ID bor-ku, sizda jishir raqam. Misol uchun sizni ismingizni jishirda yozsam, bittada sizni topadi. Boshqa birovlarni emas, sizni topadi. Aynan sizni. Chunki har bitta odam uchun biz aytilgan-ku, alohida unikal ID berilgan. Endi savol, siz vafot etsangiz deylik, sizning jishiringiz nima bo'ladi? Arxivga tushadi. Arxivga tushadi, yo'q bo'lib ketmaydi. Ya'ni kim uchundir sizning jishiringiz ishlatilmaydi-da. Bir marta ishlatiladi. Buni ko'rgansiz. Sanashda misol uchun berilganlar bazasidanmidi? Ikkita raqamni ma'lumot o'chirib yuborsangiz, keyin sanaganda 1 4 o'rtada ikkitani tashab sanaydi. Ya'ni u arxivga tushdi yo vafot etdi degan mazmunda. Ya'ni bitta ma'lumot uchun bitta unikal beradi bo'ldi. Ikkinchi safariga qayta nomerlab ketmaydi. Tushunarli? Xo'p, endi hash table eng foydali va eng ko'p ishlatiladigan ma'lumot tuzilmasi hisoblanadi. Hamda aksar dasturlashtiruvlarda tatbiq qilingan. Misol uchun, hashmaps, maps, dictionary'larda bu qo'llaniladi. Hashmap nimaligini bilasizmi? Xaritalashda ishlatiladi. Telefon qiladi-ku, misol, siz qayerdasiz agent desa 13-radius, nechinchidir desa bittada topib keladi. Uzoqdan MCS'lar tartib bo'yicha keladi-ku, bizda birinchi 101 yong'in o'chirish keladimi? 102 da doktor keladimi? Militsiya ikkinchi bo'lib keladi. Tez yordam uchinchi bo'lib keladi. Yo'q, tartib bo'yicha-da endi. Aslida ham shunday ekan. Yo'q, siz teskari yo'q. O'tuvchilar ancha vaqt ketadi. Keyin mana buncha. Shunchaki kelaveradi-da. O'chirish asbobisiz kelibmiz deydi-ku. Xuddi shunday. Ana shu holatlarda ishlaydi. Misol uchun palonchi radiusdaman desa birdan yetib keladi. Sababi qanday? Ya'ni o'sha ham hashmaps orqali qilinadi. Bizda ishlatilmaydi, chunki bizda harbiy sohadagi xarita bilan biz ko'rayotgan Google Maps boshqa narsa. Qidirib ko'ring, Google Map'da
SMB binolari, harbiy strategik joylashgan joylar ko'rinmaydi, olib tashlangan. Ko'rindi qachonki ko'rsatdi, Amerika Rossiyani qaysidir hududlarini ko'rsatdi. Bu nima orqali? Ukrainaga yordam tariqasida deb ochiqlab qo'ygan ko'pchilik joyini. Bu urush paytida bo'ldi o'sha narsa. Eshitgansizlarmi shuni? Eshitdilaringizmi? Mana siz men orqali eshitdilarsiz. O'zbekistonda ham turli xil xuddi shunday harbiy joylarni ko'rsatmaydi. SMB shunaqangi bir qurol yarog' saqlaydigan joylar aslida ro'yxatga kiritilgan. Google ko'rsatmaydi. Taqiq bor. Xo'p, Maps'da aytdim, dictionary, ya'ni lug'atlarda juda tez qo'llanadi. Mana misol uchun, lug'atda foydalanib ko'rgansiz, boshida ikkita so'zni yozsangiz, shunaqa tez chiqadi, keyingi yozmoqchi bo'layotgan so'zni varianti ulgurmay qolasiz. O'zi nima yozganingizni o'zingiz bilmaysiz, lekin variantda javob chiqib turadi. Hali o'zingiz o'ylab ulgurmasingizdan chiqib turgan bo'ladi. Rostda o'sha yerda ham ishlatilgan. Nega tez ishlatilishining sababi shunday. Chunki qidiryapsiz, lug'atda qidirsangiz soatlab kutish kerak emas. Ungacha o'zingiz ham esingizga kelib qoladi nima yozmoqchi ekanligingiz. Misol, hashtable'ga misol yozilgan. Bu Pythonda qarang, mevalar yozilgan. Yoqimli ishtaha, saharlik ozgina qoldi. Og'iz ochishga to'g'rirog'i. Iftorlikka. Xurmo 50 ming so'm. Tarvuz 12 ming so'm. Anor 20 ming, limon 12 ming, nok 10 ming so'm, banan 25 ming so'm. Yaqin qiymatlari. Endi qarang. Print mevalar tarvuz deb yozsam, bittada 12 ming chiqadi. Endi savolingizni aytishingiz mumkin. Bu yerda bu massiv-ku deb. Yo'q, bu massiv emas, e'tibor qiling. Chunki nimasi bor? K'yi bor, valuesi bor. K value ko'rinishda qilingan. Bu xuddi shunday qilinganki, yopiq qilinganki, tarix so'zini zisini katta harf yozib qo'ying, chiqmaydi. Nega? Chunki aynan shu so'z uchun unikal bitta nom bor. Yana foydalanayotgan joyi bor. Men aytganman, hashtable'dan balki eslaringizda bordir, Telegram nickda qo'yishda foydalanasizlar. Telegram nickda shunday ismlaringizni o'zgartirgan paytlaringizda bu band deb turadi. O'sha paytda bo'ladi eng qizig'i. Siz Telegram nickingizni o'zgartirmoqchisiz. Osmon shahzodasi deb qo'ymoqchisiz, yoki nima? Jizzax bo'risi deb qo'ymoqchisiz. Instagram shunday qo'ysangiz, orqasidan bir ikkita son qo'shib beradi. Yo'q, qo'shib beradi, taklif etadi, to'g'ri. Chunki band bo'lmagan bir nechta taklif qiladi. Lekin band bo'lib qolayotganini savol, qanaqa qilib buncha tez topadi? Bo'lmasa nechta Instagram foydalanuvchisi bor? Milliardlab bo'lsa kerak, a? Telegramda ham milliardlab, proper saytlarda ham milliardlab foydalanuvchi bor. Qanday qilib buncha tez topadi? Endi tartiblangan bo'lsa, binary bo'lganda ham login bo'lib ketadi. Ya'ni ikkini darajasiga bog'liq. U ham sal qotish kerak. Qotish kerak-da, binary ham qotadi. Endi savol, bittada topib beryapti. Sekin topish mumkin, internetga ulanmagan bo'lishi mumkin-da, agar telefoningiz o'chik bo'lsa ham, internet o'chik bo'lsa ham bunik bor ekan deydi. Aynan shu joyda ham nima ishlatilgan? Hashtable ishlatilgan. Shuning uchun tez topadi. Xo'p, ishlatilish sohalari mana. Google'da kontakt degan, kontaktda ishlatiladi. Ya'ni boyagidek bironta ismni qo'ysangiz, yo'q, bu ism qo'ya olmaysan. Chori qassob deb qo'ya olmaysiz. Yo'q, endi misol uchun aytyapman-da. To'g'ri, necha yildan beri ko'p kar chopgan bo'lsa ham, hech bir nimaga ega bo'lmagan qassob o'sha chori qassob. Bildirasiz, qaysi trendda? Xo'p, hashtable'dan foydalanadigan yana bitta usul bor. Bu juda keng qo'llaniladi. Misol uchun biz google.com desak, google.com ketmaydi serverga. Nimasi ketadimi? IP manzili. Endi savol, har bitta nom uchun alohida unikal IP qo'yilib chiqilgan. Bu juda tez topadi. Tez ishlashligining sababi u yerda ham hashtable ishlatilgan. Misol uchun birorta ro'yxatdan o'tayotganimda bu so'z band deb turgan, aslida band emas, men ozgina ishlov berganman. Chunki oldin ro'yxatdan o'tib qo'yib, keyin yana qayta ro'yxatdan o'tayotgan paytimda qo'yganman. Hayron bo'lmang. Hashtable'da yana ishlatilgan misol mana. Adres bor, yagona adres bor har bitta odam uchun degan mazmunda internetda ma'lumotlar shunday saqlanadi.
Xo'sh, e'tibor qiling. Hash funksiyani to'g'ri tanlanmasa nima bo'ladi degan joyda boyagidek mana. Misol, yaxshi hash funksiya. Mana ma'lumotlar teng taqsimlangan bo'ladi. Yomon hash funksiyada mana bunday qilib bir tarafga oqib ketgan bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlar sizib ketishi deyiladi. Bu noto'g'ri ishlashiga olib keladi. Qanday ishlayotganligini anor hash funksiyasiga o'tadi, birdaniga topib oladi mana bunday qilib. Bog'lanishini linked list ko'rinishida qilinadi. Men aytdim, ma'lumotlar list ko'rinishida saqlanmaydi. Ikkita konstruksiya qilingan. Hash funksiyani qilish bitta, ma'lumotlarni saqlash uchun eng zo'r usul nima edi? Tez qo'shish uchun ma'lumotni linked listmidi? Tez qo'sharmidi ma'lumotni? Xullas, hash table o'shalarning boshlig'i bo'lgan, ya'ni gibrid qilingan. Tushunasizmi? Ma'lumot tez o'qish uchun massivdan foydalangan, massivda tez o'qish funksiyasi bilan ma'lumotni tez qo'shishning linked list konstruksiyasini jamlagan u. Aslida hash table degan alohida usul yo'q. U boyagi ikkita Xitoy prinsipi usulini birlashtirgan. Tushunasizmi? Ma'lumot tez qo'shishda linked list, o'qishda hash tabledan. Shuning uchun mana bu yerga yozib qo'yibmiz linked list. Shuncha paytdan beri linked list nima uchun kerak degan savolga javob. Hash table yasash uchun kerak bo'lgan. Shuning uchun bilasizmi, agar CPLS o'lib qolsa borku, vafot etib qolsa to'g'riroq, hamma dasturlash tili qulab qoladi. Shuni bilamizmi? Python ham qulaydi, to'g'ri. Python ham qulab qoladi, JavaScript ham qulab qoladi. Hammasi qulab qoladi. CPLS C'ning o'zi qulasa, CPLS qulab qoladi, bu aniq. Hammasini yiqitadi. Bu xuddi ana bitta multfilm bor edi. O'zini duplikatini yasab o'tgan paytda bir-birini otishganda shu asosiy birinchi paydo bo'lganini otib qo'yadi-da, biz asosiyimizni o'ldirib qo'ydik deb hammasi paq-paq qilib yorilib o'lib qoladi-da. Shu multfilmda shunaqa multfilm bor, ko'rganmisiz? Kinosi bor, tashab beraman sizlarga. Ya, shunga o'xshashroq. Asosiyimizni o'ldirib qo'ydik deydi-ku. Qarang, bu jadvalga bitta e'tibor qiling. Bizda nega bigoni ko'rsataman? Bizda fanda aynan bigo bor. Algoritm nazariyasida biz ham murakkablik bahosi bilan ishlaymiz. Xotirdan egallagan joyi bo'yicha. Hash table'da qarang, hammasi bittada. Hash table'da eng yomon holatimiz ham bor. Bu ON, ya'ni boyagidek noto'g'ri hash funksiyani, yomon hash funksiyani ishlasangiz, ma'lumot o'qish shunaqa sizib ketib qoladi. Arrayda esa bu O1 NN, shuni yozib oling. Keling. Buni tashab bergandan tashqari sun'iy yarashtirmalarni olib ketish. Aytishki, ma'lumotsiz chiqishini. Bir xil ma'lumot qarasa o'zgartirib qo'yiladi. siz bunday qilasiz. Bitta ma'lumot uchun bitta kalit beradi-ku. Agar u kalit naryada kalit ham bo'lsa, o'sha kalitning yoniga nima qilib qo'yaylik? Qo'shib qo'y degan bitta struktura yasaymiz. Linked listni yasab ko'rgan bo'lishingiz kerak. Shuning uchun linked list tuzilmani yasab ko'rgansizmi? Yasab ko'rmagan ekansizlar-da. Yasab ko'rishlaringiz kerak. Yasash kodi bor menda. O'zi alohida bitta mavzu bo'lish kerak edi. Men linked listni o'rgatganman oldin. Tarqatma material qilib dastur kodini Pythonda yozgan edim, C# da ham yozgan edim. Nega Python deysizlar? Bilmayman. Python ham yaxshi-da chunki. Tez ishlaydi. Ko'p funksiyalar tayyor yozib qo'yilgan. Soddaroq kontekstga ega. Shuning uchun. Va reytingda Python bor. Umumiy dasturlashda o'rganishda oson til sifatida ham bor. Dasturlash olimpiadalarida ham Python bor. Olib tashlasa ekan, biz ham o'rganmay qo'yardik. Yozib oling. Begona notatsiyasi bo'yicha binary searchda A log 2n, linear searchda on, hash lookupda esa hash strukturamizda bu bittada amalga oshar ekan. LinkedIn borku. LinkedIn. Ha. Men asosi shu bo'lsa kerak-siz. Chunki sal boshqacharoq. Tuzilishimi? Ha. U yerga bir nechta konstruksiyalar ishlatilgan. Chunki ma'lumotlar bazasini ham to'g'ri saqlash uchun daraxt ishlatiladi, misol uchun. Daraxtning ham mana bu usul ishlatiladi. B3 degan usuli bor. Keyin red, qizil, yashil degan qizil
Red Blue Tree degani bor. Men ishlatganman o'shani. Siz ma'ruzada aytib ketgan bo'lsa kerak. Red Blue Tree. Ya'ni qizil yash, red blue bo'lsa ko'k qizil bilanmi? Ko'k qizil strukturasi bor. Ma'lumotlarni zo'r saqlash usuli. O'sha konstruksiyalarni o'rganib qo'yishni tavsiya beraman. Chunki bu fan sizlarga shuni o'rgatish kerak o'zi aslida ham. Shuni o'rgatyapmiz ham qo'ldan kelgancha. Arzimaydi. Telegramda bittasi yozibdi-da. Boya ochiq eshiklar kuniga keldida o'quvchilar. O'sha. Tushunib oling iltimos, mana shu tuzilmada men xohlardim tushunib olishlaringizni. Nima uchun ma'lumotni hashtable'da o'qish O1, palonchi usulga ko'ra deb ayta olishingiz kerak 40 yildan keyin. Harakat qilyapman oddiy jaydaricha, dehqoncha tushuntirishga. Siz men kimgadir tushuntirayotganda oddiy tushuntirishni tavsiya beraman birinchi martaga. Kitobiy tilda gapirish, kitobdan o'qib ham gapirsa bo'ladi. Keyin sizlarga bitta tavsiyam bor, hozir aytaman shuni. Chunki 31-martgacha kam vaqt qoldi. Siz bitta loyiha yoki g'oya birorta ixtiro qilib joylangizlar. Muhandis edu uzga. Men nargi gruppalaringizga ham boshni qoqib aytib yotibman. Kimgadir so'zsam aytib yotibman. Chunki qiymati 700 baravar, bazaviy hisoblash miqdorining 700 baravaricha birinchi o'ringa elektrokar qo'yilgan. Kategoriyalar alohida, talabalar kategoriyasi alohida birinchi o'rni bor, o'qituvchilar bo'limi alohida bitta kategoriya bor, 9 ta elektrokar bor. Har 3 ta kategoriya, 3 ta yo'nalish bor, har biriga 3 tadan birinchiliklar bor. Ikkinchi o'rinda olganga rivojlangan davlatlar, hozir men saytini ham ko'rsataman. Xitoy, Germaniya, Janubiy Koreya, Italiya, keyin qaysi davlatlar bor-da? O'shalarda 6 oylik stajirovka bor. Hammasini davlat qoplab beradi. O'qishingiz shu turishda turadi. Hech qanaqa, chunki bu Oliy ta'lim vazirligi plus prezident qarori bilan bo'layotgan ish. Hech narsa muzlatilmaydi. Muzlatiladi-yu, kelib shu yerdan o'qishingiz mumkin. Farqi yo'q. Hech qanaqa kredit ham to'lamaysiz, hech narsa qilmaysiz. Maza qilib 6 oy u yoqdan bitta kanal topib joylashib qolasiz. 3-o'rinda aytay. 3-o'ringa 70 baravar miqdoricha pul. Sraz pulni hisoblab tashlaydi. To'g'ri, 27 million so'm pul sizga tashab beradi. Shuni olib borib ozodchilikka uydalaringizga berasizlar. Shunaqa yaxshi ko'rinasizlar, o'zi aslida ham shunday. Zo'r deyman. Eng oz ko'rsataman statistikasini. Shunaqa odam kam topshirgan. Ixtiro bo'limida talabalarnikida bironta ixtiro yo'q O'zbekiston bo'yicha. Statistikada hozirgacha. Ixtiro punkti bo'sh. Yaxshi fikr aytyapman. Men yordam beryapman. G'oya berayotganga, hujjatlarni taxlashga men yordam beryapman. Qaysi hujjat qanaqa to'g'rilash kerak, qayerga nima yozish kerakligi haqida hozir dars tugagandan keyin bir 10-15 talaba kuttiribdi meni. 10-15 emas, 4 ta. Eng qizig'i g'oya topingizlar desam, sizlar ham hozir kalolanib qolasiz. Lekin metan zapravkada qachon ochilib, qanaqa probka bo'layotganligi haqida hammangiz bilasiz. Ha? O'zbekistonda qachondan soliq narxlari oshishini, Xitoy qachon kirib kelib bizni bostirib olib, moddiy jihat qilish haqida soatlab gapirasizlar, ha? Men aytgan bitta shior bor-da, doim sizlarga ham aytaman-ku. Negativlik kreativlikni bug'adi. Eshitganmisiz? Bu haqiqatan ham shunday. Ajoyib. Endi muhandis saytiga o'tamiz. Keling, men sizlarga hozir ochiq ko'rsatib, birgalikda qanaqa hujjat to'g'rilash kerakligi haqida ma'lumot berib o'taman. Bu albatta foydali bo'ladi. Muhandislikka yasab qo'yish kerak, yasab ko'rsatish kerak. Yo'q, u yerda, o'sha joyda 3 ta kategoriya bor. Aynan ixtiro qilishingiz shart emas. Ixtiroingiz bo'lishi shart degani emas. Muhandis eduz, bosh sahifa, ta'lim yo'nalishlari, tanlov yo'nalishlari, sovrinlar, ishtirokchilar, nizom bilan tanishib chiqing. Men nizomda o'qidim. Sizlarniki muzlab turib hech qanaqa kontrakt to'lamaslik haqidagi ma'lumot.
u ochiq yozilmagan, endi nizom hammasi yozilmagan. Yo'nalishlar bo'yicha respublika tanlovi zo'r mana animatsiya qilingan. Hech qanchani olib borsangiz qimirlaydi. Xo'p, agar siz muhandislikka qiziqsangiz va innovatsion fikrlaringiz bo'lsa, bu tanlov siz uchun ajoyib imkoniyat. Agar yana bitta qo'shimcha bonusi bor. Siz ekologiyaga oid bo'ladigan birorta g'oya, loyiha, ixtiro qilgan bo'lsangiz, plus sizga bitta qo'shimcha o'rin bor. Ha. Xuddi shu gap. Tanlov yo'nalishlari quyidagicha yo'nalishlari bor. Muhandislik yo'nalishi bo'yicha respublika ko'rik tanlovida eng yaxshi g'oya eshitib qo'ying. Ilmiy innovatsion xususiyatga ega bo'lgan oddiy fikr yoki taklif shaklidagi yangilikni anglatadi. Taklif bu. Bu albatta bir puli bor, naqd bo'lgan narsa bo'lishi shart emas, g'oya bo'lishi kerak. Bu biror bir muammoni hal qilishga yoki mavjud jarayonni yaxshilashga qaratilgan konseptual yondoshi bo'lishi lozim. Endi sizga savol, konseptual nima? Yondashuv nima? Iltimos, agar kitob ko'p o'qigan bo'lsangiz, bu tushunchani yaxshi tushundingiz. Bu so'zni yaxshi tushunasiz. Odatda g'oya boshlang'ich bosqichda bo'ladi va hali pishmagan bo'ladi-da, xullas. Rejalashtirish, texnik yechim yoki amaliy qo'llash darajasiga yetmagan bo'ladi. Eng yaxshi loyiha tanlovi. Bu loyihada esa g'oya bosqichidan keyingi bosqich bu. Bu qilishi sal qiyinroq bo'lgan bosqich sizlar uchun ozgina qiyinchilik tug'diradi. Unda g'oya amalga oshirish uchun aniq rejalashtirilgan va hujjatlashtirilgan shaklda ifodalanadi. Loyiha aniq biznes reja, maqsadlar. Men bunisiga ham yordam beryapman. Agar sizda biror bir g'oya bo'lsa, keyingi bosqichga o'tkazishda qanaqa muammolar bor, shuni to'g'rilash haqida 31-mart oxirgi kun. Loyiha aniq biznes reja bo'ladi, loyiha g'oya asosida quriladi, lekin ular aniq rejalashtirilgan va amalga oshirish uchun aniq yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Eng yaxshi ixtiro bosqichida esa amaliyotda qo'llanish mumkin bo'lgan yangi, ilgari mavjud bo'lmagan mahsulot, qurilma yoki texnologiyani yaratishni anglatadi. Shu yerga kelganda men Newton bo'lishingizni so'ramayman. Ya'ni ular yaratib bo'lganki, olma peshonasiga tushib boshqa qilib bo'lishgan. Shu yerda taklif beraman, agar siz boshqa davlatda bor-u, bizga olib kelish qimmat, bizda joriy etish qimmat bo'lgan loyihani o'zimizda yaratish g'oyasini berib, iqtisodiy, ya'ni arzonga tushishini ko'rsatib bera olsangiz ham u ham ixtiro. Shu joyiga men qo'shimcha aytyapman. Buni agar shu yozuvni o'qiganingizda, oho, buni qila olmas ekanmiz degan g'oya bo'lardi. Haqiqatan qilish qiyin deb o'ylaydigan g'oya aslida o'qisangiz, lekin amalda unday emas. Men Alijon Boboyevga xuddi shu loyihani keng universitet talabalari yig'ib aytaylik deganim, Sarvar degan bir rasmga tushiradigan odam bor. Buyuk mashhur Suyunovmi, Suvanovmi? O'sha kishini bugun boshqa joyda ishi bor ekan. Menga u kerak emas dedi. U menga kerak emas dedim. Bugunga emas, rejalashtirdik. Yo seshanba qaysidir kunga umumiy jamoaviy olmoqchimiz. Men ishtirok etib, nizom bilan tanishtirib, loyihani qayerda nima qilish kerakligini attidi. Todo applicationmi yoki bittalab ko'rsatmoqchiman. Hozir sizlarga shunaqa ko'rsatyapman. Ya'ni shunaqa g'oya bor ekan desa, bizda nima deydi bilasizmi? Bu aniq gap. Qanaqadir tanlov bo'lyapti desa, qo'y. Nimadir desa, qo'y. To'g'rimi? Shunday deyishsa-ku. Poydevonlari olsin deydi. Tanish bilish yog'i deb qo'yadi. To'g'rimi? Siz shunday fikrlaysiz. O'zga sayralik gap gapirmayapman, ha? Shunday fikrlaysiz-a? Aslida ham shunday ko'pincha. Ko'p tanlovda shunday. Ko'pchilik tanlovda shunday. Endi qachon bu tanlovda men foydali bo'lgan bitta jihatini aytaman, bu omad shouda stiker o'chirish emas. Milliardga bitta to'g'ri keladigan. Balki sal kamaytirdim ama. Meni 5 yildan beri bitta akam mashina pulini yo'q qilib hali chiqmaydi. Mashina puliga yaqinroq pul sarflab qo'ydi-da, chiqmaydi. Bolalari hammasi omad shoni biladi. Gapirishni bilmasa ham. Stiker o'chirishni biladi. 5800 mi 5700 ga o'chirishni jo'natishni biladi. Liboy telefondan jo'nata oladi. Hali o'zi lekin maktabda 2 dan tepib baho olmagan. Ololgani yo'q. Ya'ni tanlov katta. Yoki biz necha yildan beri shug'ullanamiz Trump janobi oliylariga vataniga borishdi. Green card. U ham milliarddan bitta-da.
Tasavvur qiling, ya'ni siz imkoniyatingizni milliardlarga bittaga moslaysizda odatda. Milliardga bitta tushib qoladi deb o'ylaysiz, umid qilasiz. O'ynaysizmi? Rostdan mana green card o'ynaysiz har yili. Har yili misol orada jesko chiqib qolsa, stikerni o'chirishni o'ylaysiz. Qilib ko'rasiz, bitta o'chirib qo'yasiz, xato chiqib qolar deb. Ha? Bitta qilib ko'rasiz, deb hech bo'lmasa bitta qilib ko'rasiz. Ya'ni milliardlar ichida bitta. Keling deyman, men muhandis Eduzga bu ham bitta boyagi stikerni bittasi faqat tanlovda ishtirok etayotganlarning statistikasini men bitta ko'rsatayinda. Talabalarga 8 ta bor. Eng yaxshi g'oya tanlovida. 8 ta topshirish kerak. 3 tasi g'olib. Xo'p, endi yana qilamiz. Eng yaxshi loyihada 6 ta. Eng yaxshi ixtiroda nechta? 0. Bu degani hali imkoniyat bor degani. Ixtiro. Men Amerikani kashf qilishim kerak. Yo'q, men boya yuqorida aytgan narsa. Unga maksimal ishlatish kerak, ChatGPTni ham kerak bo'lsa, g'oya berish uchun. Oladi. Hech bo'lmasa bittasi sizda yaxshi yozgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni boyagi hujjatlariga mehr berib, erinmay har bitta so'ziga ma'lumot qo'yib, chiroyli yondashsangiz, hech bo'lmasa 3-o'rin bor degani. Hech bo'lmaganda. Tushunyapsizmi? Chunki bo'lishligiga bitta sabab aytaman, chunki siz erinmasdan mehr berib har bir joyiga chiroyli qilib yozgansiz, qilgansiz. To'g'rimi? Yoki birorta muvaffaqiyatga erishgan odamdan sen buni qanday qilding desa, u aytadi. Xuddi shu aytganlarini biriga bir erinmasdan mehr bilan qilgan bo'ladi, to'g'rimi? Bu haqiqatmi? Qo'l uchida qilgan bo'lsangiz, qo'l uchidagi natijani kuting. Hattoki mana Iso payg'ambarimizning onasi Maryam onamiz dunyoga keltirgan paytda och bo'ladi, madori yo'q bo'lgan paytda ham xurmo daraxtini tagida dunyoga keltiradi. Eshitganmisiz? Eshitmagansiz? O'qing payg'ambarlar tarixini. Ha. Yetmaydi. Yetmaydi. Shunda Alloh taolo nima deydi? Bir turtib qo'ying deydi. Bir turtib qo'ying deydi. Bo'lmasa shunday qiyin vaziyatda ham insonni harakatga keltirishlikni bu yerda o'zimizga xulosa qilishimiz mumkin. Tushunyapsizmi? Shunday og'ir ahvolda bir turtadi, xurmo tushadi, bo'lmasa yegizdirib qo'yish ham kelardi. Lekin o'shanda ham harakatga. Men baliqchini misol keltiraman. Ko'pdan ko'p yaxshi ko'raman. Tasavvur qiling, ertalab turgan baliqchi erta turadi. Qayg'ini ko'radi, yurishini, benzinni hammasini ko'radi, to'rini oladi, yirtilmaganini sozlaydi. Boradi-da, tashlaydi to'rni. Shu chamalab, baliq yaxshi degan joyga chamalab, u ham aniq shuga tushmasligi mumkin. Tashlaydi, bu yog'i endi Xudodan, to'g'rimi? Pastga tushib baliqlarni sanab joylashtira olmaydi, qo'ldan kelmaydi-da. Ya'ni o'zi qila olish mumkin bo'lgan maksimal ishni qildi-da. Sababini qildi bu aytganimizda. Ya'ni qildi o'sha, hamma ishni qildi. Endi biz nima qilamiz? Bu muhandislik tanloviga biz ham qo'limizdan kelgan hamma imkoniyatni qilib ko'rish kerak. Qilib ko'rishni o'zi ham bitta tajriba-da. Bekorga men statistikani yoqib qo'yganim yo'q. Mana respublika bo'limi bo'yicha ko'raylik. Jizzax viloyatida sanab beraman kimlar ekanligini. Mana professor o'qituvchi bo'limida menman. Bitta menman. Amaliyotchi muhandis o'rni kim ekanligini ham bilaman. Kim ekan aytaymi? Shirinboyev Ravshan domlamiz. Aytdimi? Mana bu kimligini topmayapman-da. Bu kim ekanligini bilmayapman. Endi bu Jizzax butun hududi bo'yicha topshirgan talaba. Yo, pedinstdan bo'lishi mumkin, bilmayman. Bitta odam uchovga topshiradi yoki Yo'q, bitta joyga topshiradi. Men talaba bo'la olmayman, chunki meni OneID orqali ish joyim deb ko'rsatadi bu yerda. Misol uchun OneIDda siz bir yangilasangiz, siz talaba ko'rsatadi ma'lumotingizni. Ya'ni men talaba bo'la olmayman. Ya'ni to'g'ri kelgan odam topshira olmaydi. Chunki u OneIDda bo'lgani bilan uni ma'lumotida o'qiyapti degan joyi bo'lmaydi. Ya'ni sizda bu bitta imkoniyat. Ya'ni qanaqa imkoniyat demoqchiman? Ko'chada shunchaki yurgan do'stingiz topshira olmaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni boy milliarddan tanlovingiz kamaydimi? Va siz uchun atalgan alohida kategoriya bor. O'qituvchilar xalaqit bermaydi sizga.
O'qituvchi bo'limi. Tanlovingiz qisqardimi va statistikasini ko'rsatib turibman. Eng ko'p topshirgan viloyatni ko'rsataymi? Ha? Yo'q, mana Toshkentni ko'rsataman, shaharni albatta. Ko'payib qoldi, boya 6 ta edi, bitta topshiribdi yana. 4 ta bo'lib professor o'qituvchi. Shaharda ko'pi? Nega shaharda ko'p topshirishgan? Majburligidan-a? O'sha yerga kelganda bir fikrlaringizni chalg'itib ko'ring. Nega Toshkent shaharda buncha ko'p topshirishgan nisbatan? Chunki ular chiqishiga ishonadiganlar ko'pda. Yaxshi g'oyalari bor, olaman shuni deydigan harakat qilayotganlar bor. To'g'rimi? Nega bizda yo'q? Chunki bizga qo'y deydi, qo'l siltaydigan bo'yicha tajribalimiz, qo'l siltash bo'yicha tajribalimizda haqiqatdan ham. Yana ikkinchi o'rinda ko'p topshirgan hududni ko'rsataymi? Nima deb o'ylaysiz? Qaysida? Qaysi? Qashqadaryo. Eng ko'p topshirgan Qashqadaryo ekan. Men kunlik statistikasini ko'rib boryapman. Qiziqda, chunki bu jarayon. Sizga xalaqit bermaymiz, qo'rqmang. Bizda o'rnimizni sizga xalaqit bermaydi demoqchiman-da. Men o'qituvchi bo'limida topshirganman. Siz talaba kim boshqadir amaliyotchi muhandis bo'lib topshirgan. Savolda shu joyda. Nimaga shunaqa loyiha tashkillashtirilganini nimaga ko'p kishi bilmaydi? Aynan reklama qilinmagan gruppa ko'p kishi bilmaydi. Filial rasmiy kanalida men qanday ko'rardim? Muhandis deb yozdim. Mana men 3316 ta gruppani ichida topdim. Mana sizlarga ham tashlayveraman hozir. Men yana tashlayman. To sizlar yutmaganlaringizni tashlayveraman. Men mana videosini ko'rib maza qildim-da. Ko'rlaringizmi sizlar ham? Ko'ring. Hurmatli ixtirochi va muhandislar, oliy ta'lim, fan va innovatsiya Qotdimi? va muhandislar, oliy ta'lim, fan va innovatsiya. Yo yuklab olish kerakmi? To'xtangchi. Yo bu videoni ololmadim. Ha, bunday qilamiz, to'xtang, men bilaman. Web Telegramim bor va mana bu linki bordir. Copy message link. Samsung. Mana buni oldim. Yer soati challenge-ni men oldinroq ko'rdim Eduzdan. Mendan keyin ko'rishibdi. Muhandis. Mana videosi mana. Assalomu alaykum hurmatli yurt. Kechirasiz. Siz emas ekansiz. Men boyagini ko'rmoqchiman. Bu yopiq guruh bo'lsa ham mana yuklab olish tugmasi bor. Menda ishlayapti ana. Yopiq kanaldan yuklab olish prinsipi. 2 minut vaqtlaringizni olamiz. Hurmatli ixtirochi va muhandislar, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi muhandislik loyihalari bo'yicha tanlov e'lon qiladi. Qog'ozi bu. Yo'q, rostdan. Bir urinib ko'r, banka o'xshab qolar. Xo'p, albatta topshirib ko'raman, tog'a. Ha, kim ekan? Tog'am telefon qildi. Muhandislik loyihalari bo'yicha tanlov e'lon qilinibdi, bobo. Bunaqa loyihalar endi kimga qizig'i bor? Albatta bizga Bizniklar shunday deydi. Yoshlar akademiyasiga qiziq. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan muhandislik sohalarini rivojlantirish maqsadida eng yaxshi g'oya, eng yaxshi ixtiro va eng yaxshi loyiha yo'nalishlari bo'yicha respublika ko'rik tanlovi o'tkaziladi. Tanlovda o'qituvchi professorlar, amaliyotchi muhandislar va talaba yoshlar ishtirok etishi mumkin. G'oliblar 3 ta yo'nalishda aniqlanib, birinchi o'rinni qo'lga kiritgan 9 nafar ishtirokchi elektromobil bilan, ikkinchi o'rin sohiblari nufuzli chet davlatlarda muddatli malaka oshirish imkoniyati bilan, uchinchi o'rinni egallagan ishtirokchilarimiz esa pul mukofotlari bilan 70 taqdirlanadi. Bu tanlovlarga biz qarib qoldik-ku. Tanlovda 40 yoshdan oshmagan o'qituvchi professorlar va amaliyotchi muhandislar ham ishtirok etishi mumkin. Yoshingizni hisoblangchi. 40 yoshgacha. 37
37, 38, 39. Albatta uddalaymiz. Arizalarni qabul qilish joriy yilning mart oyi oxiriga qadar davom etadi. Ushbu havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlar olish uchun rasmiy sahifalarimizni kuzatib boring. Qo'shimcha savollar tug'ilsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Ikkalasiga ham telefon. Tog'a, Ha? Hajiyan, qalaysan? Yangiliklar yo'qmi? yangilik yo'q-u, lekin elektromobil bor. Voy! Mashinang ham ja allambaloyu, ha? Mana mashinalik ham bo'ldi. Endi hamma o'g'il bolalarga berilayotgan savol. To'y qachon endi? Qachon? Hop, qarang. Zo'rmi? Endi bizdan talab etilayotgan bitta narsa bunga qanaqa qilib kirish. Mana arizalarni ko'rsatdim. Endi sizga mana bu ma'lumotlarni ko'rsataman. Qancha pul ekanligini. Mana 9 nafar g'olibga va hokazo 120 kundan ortiq bo'lgan muddatga stajirovkaga yuboriladi. 120 kunimiz qancha bo'ladi? Cho'y ekan. Cho'y 4 oy. 4 oymi? Yashang. 4 oy maza qilib damab kelasiz. Maza qilib kelasiz. Mana bu qo'shimcha ligota barqaror rivojlanish uchun eng yaxshi g'oya, loyiha, ixtiro degan punkt bo'yicha bitta plus ishtirokchiga chet elga surish imkoniyati berilgan. surdik.com saytidan bitta chek bor, mana ko'rsataman. surdik.uz. Kim kirib ko'rgan bu saytga? Mana men kirib ko'rsataman. surdik.uz ga qayerga suramiz? Jizzaxdan Qoraqalpog'istonga suramizmi? Avtobusda. Qidirib ko'raylikchi? Sanasi. Tak ertanga sursak bo'ladimikan? Tanlangan vaqtda reyslar yo'q. Haqiqatdan surib bo'lmaydi. Tavsiya etilgan joylar. Native, Mahonur Hostel va hokazo narxlar haqida batafsil tanishib o'tasiz. Siz bunaqa sayt borligini ko'rmagandingiz ham. Shunaqa neobычный so'zlar topishga harakat qiling. Surdik.uz. Zo'ra? Xo'p. Ko'ramiz. Mana 3-o'rinni egallagan 9 nafar ishtirokchiga 100 baravar. 70 bar 10 baravar deb noto'g'ri aytdim. 100 baravarigacha pul. Bu 37 million 500 mi? Yashang. Apreldan narxlar ko'tariladi ekan desa, siz xafa bo'lasizmi endi? Yutsangiz, ha, xursand bo'lasiz. 37 miz, tasavvur qilyapsizmi? Qancha bo'lib ketadi 10% gachsa. Mana qaysi borish mumkin bo'lgan davlatlar. Yaponiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Rossiya, Turkiya, Germaniya, Italiya. Menimcha borishni niyat qiladigan joylar bo'lsa kerak. Endi Rossiyaga qochib ham ketayotganlar bor, to'g'ri. Rossiyani tanlamaydi. Odatda Janubiy Koreyani tanlaysiz, yo Xitoyni tanlaysiz. Mana bizga kelyapsizmi? Biz ham borishni ko'rsataman deb. Yoki Turkiya, yo Germaniya ham yaxshi. Mana qizlarimiz ko'proq borishi mumkin. Shu oldinga o'tib ketgan shu nemislarni qasosini olaman deb. Eshitganmisiz? Handalak ijodkorlardan palonchiga uylan desa boltaga, yo'q, u nemisga turmushga chiqib ketar ekan deydi. Nega desa, o'lib ketgan bobosini qasdlamoqchi ekan deydi. Elektromobil narxiga e'tibor qiling. Bazaviy hisoblash miqdorining 700 baravaridan oshmagan qiymatdagi elektromobil. Elektromobilni men bunday ko'rsam Tesla ekan. Reklamadagi. Tesla, ko'rinishi Tesla. 270 millionlik. Yo'q, bilaman, Tesla emas. Reklamadagi rasm. Avasini ekib qo'ygan yo'q. Gentra bo'lsa ham bo'ladi bizga. Xuddi shu videoni qo'yishganda. Hurmatli ixtirochi va muhandis. Endi bunga men ariza topshirish punktiga o'taman. Ariza jo'natishga o'taman. Nizomni birinchi yuklab oling. Men nizomni ham olayin. Nizom kerak. Bu yerda men o'tganman. Eng qiziq ro'yxatdan o'tib bo'lgan ekanman-da. Xo'sh, bu yerda o'zingiz haqingizda ma'lumot. Bu yerda keyin asosiy joyingiz. Mana bu yerda
Yangilashni bosasiz, o'sha yerda ta'lim ma'lumot, talaba ma'lumot topilmadi. Menda yo'qda. Siz o'sha punktga kirib bitta yangilashni bosasiz, mana yerda siz kelib chiqasiz. Keyin bu yerda men to'ldirganman, misol uchun asosiy ish joyim front office, bu yerda assistent asosiy ish joyim emas. Keyin harbiy ma'lumotni qo'shimcha yozib qo'ydim. Zagran pasport yuklanadi buning ichiga. Zarur bo'lgan hujjatlar quyidagilar. Men Ravshanga tashab qo'ydim. Ravshan. Tak. Ravshanga men tashaganman. Google Docs tashladi. Undan sal oldinroq o'zini tashagan videosi. Mana yo'q, u ham boshqa narsa ekan. Mana bu Ravshan domlangiz o'zi qilgan ekan. Mana men kerak bo'lgan hujjatlar quyidagilar bo'lgan. Ariza PDF ko'rinishda namunasi, hammasida mana namunani yuklab oling degan tugmalar bor. 12 ta hujjat bor. Sizlar agar g'oya yo'nalishiga 3 tami 4 ta hujjat yuklanar ekan. 4 ta bor yo'q. Men 12 tasini har birini yuklaganman. Siz g'oya yuklasizmi yoki loyiha? Men loyiha yukladim. Men ko'rsataman. Arizalarim bo'limiga o'tdim. Mana menda yuborilgan loyiha bor. Braille alifbosidan o'zbek alifbosiga o'girishda bitarjimon dasturi. Buni foydalanishni yo'riqnomasi meni kanalimda turibdi. Loyihaning mazmuni, endi to'liqroq ma'lumot olaman desangiz, bu qanaqa loyiha o'zi, nima uchun ishlatiladi degan mazmunda. Loyihaning mazmuni haqida, loyihani foydalanish darajasi bu yuborilgan bo'lib turibdi. Buni men 2 marta yubordim. 1 marta yubordim, keyin mana bu nomerga telefon qilib, mana bu xo'jayinga telefon qilib, qaytadan arizamni ochdim. Va ana degan joy bor. Ekspert xulosasi degan joy bor. Ekspert xulosasiga men olib beraman sizga. Birorta ekspert odamdan qancha bu tavsiyanoma pechatlab, kadrni pechati bilan yuklatib beraman. Men o'zim ham yukladim, sizga ko'rsataman hozir. Qayerga yukladim? Mana shumidi? O'zim yuklaganim, tak. Faylga tashladimmi? Hozir ko'rsataman. Save itga tashladimmi? Keyin mana videoni ham tashab qo'yaman sizlarga. Menga rosa yoqadi. Abduqodir Toshqulibdi. Men yana tashaveraman-da, to ko'rib nima qilmaguncha tashaveradigan odatim bor. Mana bu fayl. Bu ochilmaydi ekan-ku. Save as qilamiz. Ikkita bor ekan. Demak, dokumentga saqlaydi. Sizga ko'rsataman, qanaqa mazmunda yozilganligini ham ko'rsatay, chunki ko'pchilik faylda o'zida ekan. Mana faylni kattalashtiramiz, dokumentni ichida. Mana. O'zbekiston Universiteti kompyuterlar kafedrasi o'qituvchisi loyihasiga, bitarjimon dasturi loyihasiga taqriz. Bir alifbosi o'zbek alifbosi loyiha O'zbekiston ko'z ojiz shaxslar uchun inklyuzivni oshirishga qaratilgan muhim tashabbus sifatida e'tiborga loyiq loyiha ilmiy. Buni o'zim yozganman. Faqat pastiga pechat bosib boshqa qilib bergan. Qanaqa qilib yozish kerak bo'lsa, men taklif bersangiz, men yozib beraman. Yordam beraman. Keyin pastiga xodimlar bo'limi pechati tasdiqlayman, falonchi 20-da qayta yuklabman, qayta. 20 bo'lsa, bugun necha kun bo'ldi yuklaganim? 4 kun oldin yuklabman. Taqrizini qayta ochdimda yuklatdimda, o'zini 10 eshitgan kunim qildimda. Eshitgan kunim men ham deb qo'l siltamoqchi edim, keyin turib men miyama tegib qoladi-da. Ichida bitta nima bor-da, jonzot bor-da. Misol green cardga topshirding, jinniga o'xshab deydi. Chiqmasligini bilasan ham. Statistikasini ko'rdimda, topshirasan deydi. Bo'ldi dedim, topshirdim. Sizda ham o'sha ichingizda kimdir topshir desin. Agar yo'q, topshirmayman desa, men. Xo'p. Sog' bo'lasizlar. Men bugun aytmoqchi bo'layotgan gaplarim shular. Endi videoni qanday o'chirar ekan? Mana. So'ramoqchi edingiz men.
Shuni aytganman boyagi bir nollar bilan bergan topshiriqda. Agar kompyuterda to'ldirgan bo'lsangiz, Yo'q, ana shuni chapdan o'ngdan o'tkazish qo'ydi nima? O'tkazish shuni tushunmayapman-da domla. ko'rsating. Boyagi ketib qo'ygan Ko'rsatib ko'ramiz. boyagi davom almashib ketadi. Birlarni nol qiladidan keyin nollarni yana bir qilib turib yana shu aylanmayapti. To'xtamayapti-da sekin. Ko'rsating. Yo'q, uch ketdi hozir. O'shanda siz